Kelinlar-yu, kelinglar, bir hayitda kelgan mehmonlarni hayron qoldirmaymizmi? Tovaga o'simlik yog'i solamiz, to'g'ralgan kartoshkani qovurishni boshlaymiz. Go'shtimizni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, yog'da qovurilayotgan kartoshka qizargach yog'dan ko'tarib olamiz va o'rniga go'shtni solamiz. Go'shtimiz chiroyli rangga kirgach, to'g'ralgan sabzi hamda piyozni solib qovurishda davom etamiz. Tabga ko'ra ziravorlar, tomat, pomidor solamiz. Taom biroz qovurilgach, qovurilgan kartoshka, tuz, suv solib dimlab qo'yamiz. Endi nonimiz uchun xamir tayyorlaymiz. Iliq suv, eritilgan sariyog', tuxum, tuz solib yaxshilab aralashtirib, un solamiz va o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib, xamirimizni 8 bo'lakka bo'lib zuvala qilib olamiz. Har bir xamirni yoyib, nonga o'xshab chakamiz, xohlasanglar chakmasanglar ham bo'ladi. Nonni piyolani orqa tarafiga joylab, tuxum suramiz hamda kunjut sepib pishirish uchun pechga yuboramiz. Non tayyor bo'lgunicha taomimiz ham xil-xil bo'lib pishadi. Hammasi ham oson chiqmasligi mumkin, shu uchun xamirni piyolaga qattiq yopishtirib yubormang. Mazali taomni dasturxonga tortish qoldi xolos. Musulmonlarning eng katta bayrami hayitda ushbu taom dasturxoningiz ko'rki bo'ladi. Resept tayyor, resept yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, hayit dasturxoniga bu fresh suvlarni qo'yishni unutmang.